o'qishga harakat qilib ko'rasiz. Qani boshlaymiz, o'xshaydi yoki yo'q bilmayman, chunki hikoyalarni yozolmaganman. Har safar ko'rganimda har xil ideya keladi. Shu uchun xafa bo'lish yo'q. Demak, bular muzqaymoq olgani borishibdi. Muzqaymoq olgani borishganda, bunga ikkita, bunga esa bittadek tuyulibdi. Keyin dadasiga aytibdi, nega uniki ikkita, meniki bitta? U jahli chiqibdi. Endi u jahli chiqib, yer tepinsa ham muzqaymog'i ikkita bo'lib qolmabdi. Jahli bilan bir baqirib ko'rsa ham ikkita bo'lib qolmabdi. Shunda dadasi tushuntiribdi. Qara, senikini rangi oq va pushti. Ikkala rang birgalashib aralashib kattaroq bo'lib solingan. Buniki alohida rang va bu bitta qismini oys yopib ketyapti. Demak, marojnamiz, muzqaymog'imiz teng. Va endi ular uyga borgandan keyin birga o'ynashibdi. Endi akasi o'yinchog'ini poyezd o'ynayotgan ekan, u men ham o'ynashni xohlayman deb. Yo'q, birga o'ynamayman, men o'zim yolg'iz o'ynagim kelyapti deb. Shunda bu birinchi jahli chiqibdi. Jahli chiqib o'ylabdi, hozir mana shu o'yinini buzib tashlasammi debdi. Yo'q, buzib tashlasa akasi ham o'yna olmaydi, bu ham o'yna olmaydi. Keyin akasiga tushuntirib aytibdi. Xo'p, mayli, meni hozir jahlim chiqdi. Boshqa narsa o'ynab turaman, lekin o'ynab bo'lganingizdan keyin berasiz, men ham o'ynamoqchiman. Va akasi rozi bo'libdi. Biroz o'zi yolg'iz o'ynagandan keyin bir o'rtog'ini eslabdi. U o'rtog'i, maktabdagi o'rtog'i, oyog'i sinib qolgan ekan. Oyog'i sinib qolib, na o'rtoqlarga qo'shilib o'yna olibdi. Yolg'iz o'zi o'tirar ekan. Akasini ham esiga tushib ketibdi o'sha narsa. To'xta, men ham o'sha o'rtog'imdaqa yolg'iz o'ynasam, zerikarli. Undan ko'ra singlimni chaqiraman debdi. Singlisini chaqirib birga o'ynashni boshlashibdi. Mana bu ko'chada birga o'ynayotgan aka-singillarga ham bu oyog'i singan o'rtog'i doim havas qilar ekan. Tezroq oyog'im tuzalsa edi, oyog'im ularni tomosha qilib o'tirgan payti ularni oyisi kelibdi. Bolalar, ketdik uyga ketish vaqti bo'ldi debdi. Mazza qilib o'ynayotgan bolalar xafa bo'lishibdi. Uyga kirib ketamizmi, o'yna olmaymiz deyishibdi. Shunda oyisi yo'lda o'ynayotgan bolalarni, o'rtoqlarimizni tomosha qilib, birga gaplashib ketamiz, ertaga esa yana o'ynaymiz debdi. Ular bu gapni eshitib, jahlidan tushibdi va yo'lda ketayotib, ular velosipeddagi o'rtoqlarini ko'rishibdi. U velosipedni qiynalib, jahl bilan minar ekan va yiqilib tushibdi. Endi qaytib men hech ham velosiped minmayman. Bo'ldi, endi minmayman debdi-da. Velosipedini tepgancha o'tiribdi. Derazadan esa boshqa bir qo'shnisini ko'rishibdi. Bu katta minora yasab o'tirgan ekan. Ukasi o'ynayman deb sariq ranglisini olayotganda minorasi qulab tushibdi va u yig'lashni boshlabdi. Voy debdi. Yig'lasa minorasi qaytib tuzaldi. Demak, yig'lashimni foydasi yo'q ekanda debdi-da. Ukasiga aytibdiki, boshqatdan birga yasaymiz. Sen urganim bilan hali kichkinasan. Joning og'riydi, sen yig'laysan, seni yupatishga to'g'ri keladi. Undan birga o'ynasak, yaxshi bo'ladi. Kelasi safar meni narsamni buzmagin debdi. Ukasi ham boshini silkitib, "Xo'p" debdi. Va ular endi yana yo'lda ketishayotganda bir bolakay yiqilib tushibdi. Bu esa ha, yiqilib tushding debdi. Yiqilib tushgan bolakay biroz jahli chiqibdi. Kulishni o'rniga menga yordam bersang edi, men o'rnimdan turgan bo'lardim debdi. Bu kulayotgan bola esa, uni xafa qildim debdi-da, darrov yordamga borib, qo'lidan tortib turgizib qo'yibdi. Ko'ryapsizmi, bitta sahifada qancha gapirdik. Va ular yo'l-yo'lakay o'yingohda o'ynaydigan bo'lishibdi. Qum o'ynashayotgan ekan, ularning minorasini bir qo'shni bola kelib buzibdi. Jahli chiqibdi. Nega unaqa qilding? Axir bizni qumni buzib yubording. Biz buni zo'rg'a yasayotgan edik debdi. Hatto aytibdi, men uyimga borib endi unutolmayman, minoramni buzilganini o'ylab, siqilaveraman, bo'g'ilaveraman, yig'layman debdi. Shunda bu aytibdi, men uyga borib, jahlim chiqqanidan devorlarni uraman, qattiq uraman, jahlim chiqib ketarmikin deb. Qattiq urganimdan keyin esa o'zimni jonim og'riydi. Dadam menga yordam berib uni baylab qo'yadi-yu, lekin baribir qo'limni og'rig'i tark etmaydi. Demak, jahl menga yordam bermas ekan. Undan ko'ra qayta minora yasashga qaror qilishibdi va minoralarni yasashda davom etishibdi.
Haligi opa-uka qo'shnilar ertasiga opasi rasm chizayotgan ekan, ukasi yogurt yeyotgan ekan va uni rasmlariga sachrab ketibdi. Birinchi judayam qattiq jahli chiqibdi. Keyin esa u boshqa varaq olib chizishga qaror qilibdi. Yogurtli rasmlik esa ukasiga sovg'a qiladigan bo'pti. Mana shunaqangi tarzda buni hammasiga o'zingiz bolangizni xarakteriga qarab, ya'ni men bitta to'qib bersam, uni yodlab olishga to'g'ri keladi. Rasmga qarab, nima deydi, tasavvuringizni boyitib o'qib borasiz. Mana shu tomonlama murakkab. Meni ehtiyojim bor. Har qanday men hozir nechta feeling kitoblar, ya'ni hissiyotlar kitoblar sotib olganman. 1, 2, 3, 4 ta to'plam, ya'ni 4 xil. Bu masalan mana jahli chiqish haqida, quyonlar qahramonlik kitobim bor, odamlar qahramonligi bor, keyin turli xil hayvonchalardagi hissiyotlar boridaligimdek to'plamcha bo'ladi-ku. Hammasida men muhtojman. Bitta boshlanib, bitta tugaydigan kitobga. Oxiri o'zim yozamanmi bilmadim, lekin masalan bu hamma joyda jahli chiqish haqida. Qayerlarda odamlarning jahli chiqadi. Mana shu haqida yozilgan. Hozir agar kutib tursalaring, bitta sizlarga ideal kitob ko'rsataman. 1 minut qizlar.